Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda HTMLda asosiy tushunchalar ni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, har doimgidek darsliklar qismiga o'tamiz. HTML, CSS qismiga o'tamiz va bugun 3-dars. 3-darsga kirsak, darsning mazmunini, mundarajasini ko'rishimiz mumkin. HTML o'zi nima? HTMLni menimcha hammalariz umumiy tushunchaga egasizlar. HTML nimaligi haqida. Bu o'sha veb sahifa yozishda ishlatiladigan texnologiyalardan biri. Albatta HTML, faqat HTML ishlatilmaydi veb sahifa yozishda. Bu faqat bitta kerakli texnologiyalardan biri. Bunga qo'shimcha o'sha CSS va JavaScript yordamida veb sahifani mukammal o'sha foydalanuvchiga yoqadigan bir tarzda shakllantirish mumkin. Xo'sh, o'zi HTML nima? Birinchi savolga javob berib olaylik. HTML bu inglizcha so'zlarning qisqartmasi bo'lib, ya'ni Hypertext Markup Language so'zlarining bosh harflaridan olingan. Hypertext o'zi nima degani? Hypertext bu yuqori darajadagi matn, ya'ni internetda havola orqali bog'langan hujjatlarning matnlari. Markup Language esa o'sha belgilash tili degan ma'noni anglatadi, ya'ni matnlarni formatlash va joylashtirishda mashina tushunadigan til ma'nosini beradi. Menimcha formatlash va joylashtirish deganda nimani nazarda tutilganini anglab oldingizlar. Kim Wordni ishlatgan bo'lsa, o'sha Wordda tasavvur qilsalaringiz yoki eslasalaringiz, belgilab olib matnni qaysidir qismini sariq yoki qizil rangga keltirish mumkin, yo qaysidir bir qismini hajmini kattalashtirish mumkin, sarlavha qilib belgilash mumkin, yo bo'lmasa matnlarni qaysidir chap tomonga yoki o'ng tomonga, yo bo'lmasa o'rtada turadigan qilish mumkin. Mana shu narsa formatlash va joylashtirish deyiladi. Shu narsani aynan buyruqlar orqali yozishda o'sha HTML nima deydi? Mana shu narsani faqat farqi o'sha ma'lum bir kodlar yordamida amalga oshiriladi va bu o'sha inson tomonidan yoziladi. Nimaga aynan mashina tushuniladigan til degan joyini bir izoh berib o'taylik. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu ham bir veb sahifa va bu brauzerda ochiladi. Brauzerni mashina deb tasavvur qiladigan bo'lsak, dasturlovchi yozgan kod birga bir ko'rsatilmaydi, balki u o'sha sharhlanadi va brauzer bu narsani tushunadi. Mana bu joyda, misol uchun, orqadagi kod, orqadagi fon yashil bo'lishi kerak, mana bu yerda tekst qora bo'lishi kerak, mana bu yerda yashil bo'lishi kerak degan o'sha buyruqlarni tushunib, foydalanuvchiga o'sha veb sahifa shaklida ko'rsatib beradi. Shuning uchun mashina tushunadigan til deyiladi. Mashina deyilganda bu yerda brauzer nazarda tutilyapti. Ya'ni veb sahifalar brauzer orqali ochiladi. Xo'sh, HTML elementlarining strukturasi. HTML o'sha har bitta element ikkita qismdan iborat bo'ladi. Ochuvchi 3 ta, aniqroq aytganda, ochuvchi tek va yopuvchi tek va uning o'rtasida o'sha mazmun yoki inglizcha tilda aytganda content. Bu nimaga aynan bunaqa struktura tanlangan? Buni mazmunni, ya'ni o'sha mashina tushunishi kerak. Misol uchun, o'sha mana bu matnni keling misol qilib olaylik. Mana bu qismini, faqat mana bu qismini ko'k rangga keltirmoqchi bo'lsak, mashinaga qanaqadir ma'noda bir buyruq, belgi berishimiz kerak. Qayerdan boshlanadi bu elementlar so'zi va qayerda tugaydi. Aynan shu narsani ochuvchi tek ko'rsatib beradi. Mana bu yerdan elementlar boshlanadi va mana bu yerdan tugaydi. O'rtada esa o'sha hozirgi misolimizdagi so'zni oladigan bo'lsak, elementlar so'zi kiritiladi. Shu orqali brauzer tushunib oladi. Aha, demak bu so'z bu yerdan boshlanib, mana bu yerdan tugagan. Ikkalasi birgalashib element deb nomlanadi.
Faqat bir qismi esa bu tek deb nomlanadi. Yo ochuvchi tek, yo yopuvchi tek. Keling, bitta misol ko'raylik. Mana bu yerda yog'li va egilgan tekst bu misol emas. O'sha mana shu kodni natijasi brauzerda mana shu yog'li va egilgan tekst shaklida ko'rsatiladi. Shuni kiritib qo'yganmiz. B bu bold, inglizchada bold ya'ni yog'li, yo'g'on so'zini qisqartmasi va i egilgan tekstni qiyshaytirib yozishda ishlatiladigan tek hisoblanadi. HTMLda o'sha oldindan belgilab qo'yilgan elementlar mavjud. Har bitta elementning o'zini vazifasi bor. Hozir ko'rganimizdek B tegi elementi o'sha tekstni yo'g'on qilishda ishlatilsa, i tegi elementi tekstni o'sha qiyshaytirib yozishda ishlatiladi. O'sha dasturchini vazifasi nima? Dasturchini vazifasi o'sha veb sahifaning mazmunidan kelib chiqib, kerakli elementlarni topib ishlatish. Elementlar unaqa ko'p emas, yodlab qolish qiyin emas. Sekin-sekin o'sha misollarda ko'raversak, yodlaringizda qolib ketadi. Keling, bir qiziq savolga javob berib o'taylik shu orada. HTML o'zi nima, bu dasturlash tilimi? Yo'q, HTML bu dasturlash tili emas, bu belgilash tili. Ya'ni bu yerda hech qanaqa logik ishlatilmaydi, faqatgina belgilab ketiladi. Mana bu joyda mana bunaqa shaklda turishi kerak, mana bu joyda mana bunaqangi shaklda turishi kerak degan belgilar kirib o'tiladi. Va shu narsani brauzer tushunib, o'sha xohlagan shaklga matnni yo bo'lmasa veb sahifani ko'rsatib beradi. Bu hech qanaqa logika ishlatilmaydi. Shuning uchun dasturlash tili deb aytilmaydi HTML. Xo'sh, mustasno holatlar nimani mustasnosi? Aytib o'tganimizdek, har bitta element ochuvchi va yopuvchi tegdan iborat. Mana bu yerda misol ko'rishimiz mumkin. B ochilyapti, B yopilyapti. I ochilyapti, I yopilyapti. Lekin shunga anaqa mustasno holatlar ham mavjud. Bular qaysilar? Misol uchun BR tegi bu ochuvchi va yopuvchi tegdan iborat emas. Faqatgina bir o'zi ishlatilsa bo'ladi. Matnni yangi qatordan boshlash uchun ishlatiladi. HR tegi gorizontal chiziq ni kiritishda ishlatiladi. Yana bir anaqa misol, bu mana bu shaklda ham bu teglar ishlatilishi mumkin. Ya'ni farqini ko'rayotgan bo'lsalar, mana bu chiziq tegni boshida emas, oxirida kelyapti. Bu degani bu bir paytni o'zida ham ochuvchi va yopuvchi teg degan ma'noni beradi. Xo'sh, buni mantiqini tushunib olaylik. Nimaga bular yopuvchi teg bilan ishlatilmaydi, faqat bir o'zi ishlatiladi? Ochuvchi va yopuvchi teg qachon ishlatiladi? Qachonki uni orasida o'sha qanaqadir kontekst keladigan bo'lsa, brauzerga ma'lumot berish uchun kontekst mana bu yerdan boshlanib, mana bu yerdan tugaydi degan tushunchani berish uchun ochuvchi va yopuvchi teg ishlatiladi. Bu yerda esa misol uchun matnni yangi qatordan boshlash uchun bu teglarni orasiga nimanidir kiritish shart emas. Ya'ni misol gap tugadimi, o'sha yerda BR kiritilsa, brauzer tushunib oladi. Demak, keyingi gap, bundan keyin keladigan gap yangi qatordan boshlanishi kerak. Yo bo'lmasa HR ham xuddi shunga o'xshagan. Brauzer buni ko'rsa, demak shu yerda bitta to'g'ri chiziq bo'lishi kerak degan mazmunni tushunadi. Shuning uchun bu teglar ochuvchi va yopuvchi tegdan iborat emas, chunki orasida hech qanaqangi kontent yoki kontekst kiritilmaydi. Buni anaqasi shu mazmuni. Xo'sh, element atribut. O'zi atribut nima? Elementlarning atributi. Boya aytib o'tganimizdek, har bir HTMLda har bitta elementning o'zini vazifasi bor. O'sha ikkita misolni ko'rib o'tdik. B tegi va I tegi. B tegi misol tekstni yo'g'on qilishda ishlatiladi. I tegi esa qiyshaytirib ko'rsatishda ishlatiladi. Keling endi bir misol olaylik. Agar tekstni faqat yo'g'on emas, ham yo'g'on, ham misol rangini qizil qilib ishlatmoqchi bo'lsak, ko'rsatmoqchi bo'lsak, agar har bitta rang uchun, har bitta yo'g'on shakldagi o'sha tekst uchun alohida element bo'ladigan bo'lsa, bu elementlarning soni
judayam ko'payib ketardi. Chunki ranglarni sonini ko'radigan bo'lsak, minglagan turdagi ranglar bor. Har bitta elementni yodlab qolish bu judayam qiyin vazifa bo'lardi. Shu narsani yechish uchun, muammoni yechish uchun atribut ishlatiladi. Ya'ni elementga atribut, ya'ni atribut ma'nosi qo'shimcha ma'lumot, elementga qo'shimcha ma'lumot berish uchun ishlatiladigan bir vosita, ya'ni element bold. Hozirgi misolimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda B keladigan bo'lsa, rang qizil. Shunaqa qilib matnimizni qizil shaklga, ham yo'g'on, ham qizil shaklga keltirishimiz mumkin. Bu yerda agar yashil belgilamoqchi bo'lsak, rangni nomini kiritamiz, qolgani esa o'zgarmaydi. Xuddi shunga o'xshab boshqa misol shakllarni berishda ham elementga, misol uchun, o'sha yo'g'on tekstimizni hajmini kattalashtirmoqchi bo'lsak, bu yerda o'sha hajm uchun kerakli atributni ko'rsatib, uni qiymatini belgilash o'zi kifoya bo'ladi. Demak, atributlarning mazmunini, mohiyatini ham tushunib oldik. Bu o'sha elementlarga qo'shimcha informatsiya, ma'lumot berish uchun ishlatiladigan vosita ekan. Xo'sh, manimcha HTMLda asosiy tushunchalar mavzusiga oid hamma kerakli ma'lumotlarni gaplashib o'tdik. Agar nimadir unutib qoldirilgan bo'lsa, keyingi darslarda yana to'ldirib ketishga harakat qilamiz. Agar yaxshi tushunib olgan bo'lsalaringiz, olgan bilimlaringizni mustahkamlash uchun mana bu yerda o'sha har doimgidek darsdan keyin savollar va javoblar kiritilgan. O'zingizni bilimingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bugunga shular. Xudo xohlasa keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.